Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Oybek Mahmudov kanali kuzatuvchi a'zolari. Hafta kuniga shanba 2026-yilning 27-iyun kuni Buxoro viloyati Vobkent tumani Vobkent mol bozoriga keladi. Ona bola bo'g'ozg'unchilar tomonidan videomiz boshladik. Ma'qul bo'lsa qo'llab-quvvatlab turasiz degan umidda. Qo'sh akalar ketdik. Ona bolasilardan davom ettirib ketaveramiz akalar. Umumiy ko'rinishlari bo'ylari 1.8 m. Mana bolachasi xo'noz jam bolasi. Qulog'ini o'zincha. Mana bu yil narxlari orqa tomondan ko'rishlari us bichimlari akalar. Mana bu kengisi qop-qora marvarid. Mana baklari yil narxlari qora soska akalar. Bu ham bolachasi o'zincha. Mana bu qop-qora marvarid. Qattiq to'qol. Orqa tomondan ko'rishlari us bichimlari e'tibordan zo'r 1.8 1.20 cm bo'ylari. Bunisi bo'g'ozmi, ona bola bunisi ham? Süt beradi marra. Marra esa o'ga. Bolasini sotdingmi? Bolasi sotgan, süt beradi marra. Narxi qancha tog'jon uni? Narxi 11,5 bo'lsa beraman. 11,5 bo'lsa berasiz. Necha qorin tug'gan tog'jon uni? 3 ta tuqqan, bu Uchta tug'gan. bu 4-inchi. Bu 4 tug'gan a? Bu 18. Aha. Bunisi 19 bo'lsa ketadi. 19 bo'lsa ketadi. Bolasi qani o'zincha ikkovini ham a? Süt beradi bular. 5 litrdan süt beradi. 7 ta beradi, bu 5 ta. Ha, tomoqdan qarasalar beraveradi sütni. Ikkovini ham bolasi qani o'zimi? Buni o'zini. Ikkovini ham bolasi qani o'zi. Bunisi 4, unisi 3 tug'gan. 19 bo'lsa ketadi a? 3 tug'gan. Tomoqdan qarasa sütni beraveradi akalar. Telefon nomer qoldiramiz tog'jon bularga. Telefon nomer aytasizmi aka? 95lik. 95lik. 483 983 1811. 1811 buni shoqligini. Uni singan aka. Ha, sinda, mashinaga tekkanmi? Ha, mashinaga tekkan aka. Sigirchalar garantiya emas, sandiga olib ketaversinlar. Sandiga olib ketaveradi. Tomoqdan qarasalar sutni beraveradi. Tomoqdan qarasalarga sut beradi janovorlar. Yana bu Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasiz, yana bitta sigir bor ekan, uni ham ma'lumotini beramiz. Ko'rsangiz uni ham aka. Qo'sh akalar, hozirgi molimiz nimasi? Sherigi. Bir qorin tug'ganmi aka? birinchi qorin. Bolachasi qaysi? Mana ikkisi. Bu qachonmi? Bu qacha? Bu o'li to'liq sutga kirmagan menimcha. Yo'q, to'g'risida kirmayapti. 4 litr 5 litr sut bor. 4 litr hozirga suti bor. Ha. Tomoqdan qarasa beradi. Chiladan chiqsa yana ko'paysa kerak bu. Yo'q, bir hafta belakaylik. Bir haftalik bo'ladi. Kindikkasi ham o'ziga. Bola kichik akalar mana. Bu o'zimizning Messi Parador Qizilcho'llardan akalar. Mana bo'ylari 1.8 1.20 cm pulli akalar. Turuvlariga e'tibor qilasiz. E'tibordan zo'r. Mana narxlari 4 ta so'zga 4 tomon qarab turibdi. Qancha bo'lsa ketadi aka? Aka, oxiri 22 bo'lsa ketadi. Bozor ko'rdingmi? 22 savdo bo'ldi, salkam 22 bo'lsa beraman dedi. Salkam 22 bo'lib bermadi. 22 ta tekis bo'lsa beradi. Ketadi aka. Hozirgi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib biladi. Hozirgi nomerlar. Telefon raqamlari qoldirib o'tiladi aka. Hozirgi 3ta, mana bu 4-inchisi. Bemalol aloqaga chiqaversa, telefon raqamlari qoldirib o'tiladi aka mana. Bola o'kischi birinchi qorin. Biz keyingi ona bola sigirlardan davom ettirib ketaveramiz akalar. Umumiy ko'rinishlarga e'tibor qilsa, ona bola. Bolachasi nima tog'jon? Qocha? Nechish qorin? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Bolachasi ustlariga e'tibor qilsa, onasi. Mana bosh bichimlari, umumiy ko'rinishlari akalar. Bo'ylari 1.8 cm, mana bu yilning narxi necha litr suti bor tog'jon? 5 ta sut ko'rib. 3-qorin bola bu qacha 5 litr sutga. Ha, ikkinchi qorin. Narxi qancha dedingiz? Narxini 23 so'rayaptilar. 23 so'rayaptilar. 23,5 Ha. 23,5 bo'lsa ketadi. Telefon yana borami o'zingiz? Ha, ko'p. Bu qancha shu? Birinchi qorin. Birinchi qorin? Ha. Bolacha qo'nozchi. Kal. Qalaysiz? Siz bolasi kal. Birinchi qorin, mana bu yil narxlari umumiy ko'rishlari bo'ylari 1.8 cm ekan. Orqa tomondan ko'rishlari. Narx qancha tog'jon? 22 savdo bo'ldi. Necha litr suti bormi? 5 ta suti bor. 5 ta? Birinchi qorin ikkinchi bu ham. Qancha dedingiz narxi? 22 bo'lsa ketadi. 22 bo'lsa ketadi. Savdo bo'lgani qancha bo'ldi? Savdo 21,5, 200 Ha, 21,5 dan yana 200 o'tib bering deyapti. lekin ikki tish bo'lgan voli o'zi birinchi qorin. Ha, 2 tish. Zavodga o'tib qolagan mana bosh bichimlariga e'tibor qilasiz. Bolag'ini o'zicha. Bolag'ini o'zicha. Keyingisi orqa tomondan ko'rishlari. Bolachasimi buni? Bu qacha?
E'tibordan kuch bo'ylab 1 metr 18 santimetr mana bosh bichimlari. Mana bolachasi shvedcha. Bu narx qancha? İçi 2 yildan o'tgan bu bo'z onasi. Ichi yana qayta bo'g'oz. Bolasi necha oylik? Qilingan. Bolasi necha oylik? Bacha 3 yildan o'tgan. 3 oylikdan o'tgan. O'zi qilingan garantiya beriladi ichiga. 5 litr suti bor. 5 litr suv. Nechinchi qoringa bo'g'oz endi? 3-chi qorin. Bolasi hozirgi 2-chi qorin. Bu qaysini bolasi? Buni onasini sotdi va bu buqacha bilan. Buqacha, onasini sotdi. Bolachasi qancha bu? Buyinlarga aytib. Turuv, e'tibordan kuch 14,5. Ha, deyman. Necha oylik bu aka? Ne bu 3 oylik ketdi. Endi 3 oylik ketdi. Garantiya. Yeyishiga garantiya beriladi. Yo'q. Buni bozor qancha savdo qildi aka? 27 degansiz. Buni 24 ham qildilar. 24,5 qilib beramiz. Bola buqqacha yana ichi qayta qochgan 2 oylik. Garantiya 2 yildan o'tgan bu bo'z. O'zi qilingan. Yana qayta o'zi qilib olsa ham bo'ladi. Deyman. Telefon nomeri qoldiramizmi aka? Uchoviga. Ayting. 91lik. 91lik. 447 447 61 69. 61 69. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Mana bu onasi sotilgan bolachasi 14 million so'm narx aytildi. Bularning narxini aytdik akalar. Telefon raqamlarini qoldirib o'tdik. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. E'tibordan kuch. Xohlang Bachasi ham kalmi? g'unojinchor bo'ladi oling. Mana bolasi ham kal, onasi ham to'qol. Xohlang buqa bo'ladi oling. Xohlang bo'g'oz, yana bolasizga oling akalar. Telefon raqamlari qoldirib o'tilib, ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 3-chi qorin tug'ishi. 3-chi qorin. Suti nechtami? 7 litr suti bu 6 litrga garantiya. 6 litrga garantiya. Narx qanchami? Narxini 23 deymiz. 20 million so'm so'rayapti. 23 dedi, 20 million so'radilar. Berilmadi. Umumiy ko'rinishlarga e'tibor qilasizlar akalar. E'tibordan zo'r mana bu yil narxlari, baklari akalar. Bu ham ko'krakka qarab yilni solib ketgan. Orqa tomondan ko'rishlari, baklari. Usti bichimlar. Shved qancha? Shved 1-chi qorin tug'ishi. Aha. Baklari, usti bichimlar. 5 ta garantiya. 5 taga garantiya. Mana bu yil narxlari akalar narx 4 santim, 5 santim. O'lim olgan qo'yilgan. Bir hafta bo'limi olgan qo'yilgan. Mana bosh bichimlar akalar. E'tibordan zo'r. Mana bolachasi 2 yosh a? 2 yosh bo'lgan. Ikkinchi qoringa qayta molga qo'yilgan. Qo'yildi. 1 hafta bo'ldi. 1 hafta bo'ldi. Ola o'zi 40 kunlikdan keyin ko'radi, to'g'rimi? 1 hafta bo'ldi molga qo'yilgan edi. Shuni ham aytish kerak. Narxini qancha dedingizmi? Narxini buni ham 23 deyman, 20 million so'rayapti. 20 million so'raldi. 3-chi qorin bunisi 1-chi qorin. Ikkinchi qoringa qayta qo'yilgan. 5 litr sutga garantiya bunga. Bolachasi nima buni? Buni o'zincha ikkalasini. Ikkovniki. Qo'sh akalar ketdik, keyingi ona bolasigalarimizni davom ettirib ketaveramiz. Umumiy ko'rinishlarga e'tibor qilasizlar. Buylari 1 metr 18 santimetr. Yili narxlari oq e'lon, oq sosga joyga. Bosh bichimlari mana bu bolachasi. Bolachasimi ekan? Bolasi kichik. Buqacha, nechinchi qorin? 1-chi qorin. 5 litr. Tomoqdan qarasalar beraveradi. Narx qancha akajon buni? Narxini 26 deyapmiz. 26 kelishadigan joyi bu. Kelishadigan joyi bu. Bozor savdo qilindi, to'g'rimi? 23,5 so'radi, bermadi. Ikkinchi qorindingizmi? Ichi qayta qochganmi yo'qmi? Birinchi qorin. Yo'q, molga kelib turibdi. Bachasi fakriyot. Ha, kuylab turibdi, lekin qo'yilmagan. Narxini 23,5 million savdo qilib bermadi. E'tibordan zo'r akalar, bo'ylari past, lekin suti yomon qiladigan variant. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Mana orqa tomondan ko'rishlar, usul uchunlari. Mana bolacha, buqacha, angizcha. Mana bolacha bosh uchunlari. Telefon nomeri qoldiramiz akajon bunga? 91lik. 834 4144. Ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bola buqacha. 1-chi qorin. Hozirda 5 litr, 6 litr suti bor. Tomondan qarasangiz ko'paytiraveradi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Telefon raqamlari qoldirib o'tilib, ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Beramiz akalar. Mana bu bolachasi, mana bu onasi. Bo'ylari 1 metr 5 santimetr bolasi. Onasini bo'ylari 1 metr 25 santimetrga pul akalar. Umumiy ko'rinishlari mana bu yil narxlari. Akajon bolachasi hozirjan buqachami? Buqacha. Nechinchi qorin aka? Ikkinchi qorin. Suti ham bormi aka? Ha, 7 litr. 7-8 ta suti bor. Narx qancha? 40 million bo'lmish kelishtirib. 40 million kelishadigan joyi bor. Bozor savdo qildimi? Ha, 'Har xil. Telefon nomeri qoldiramizmi aka? Kerak yo'q.
Bozoringiz bersin. 40 million so'm so'ralgan. Bozor ham har xil so'ragan, berilmagan.